Bizde davamlaştırma şerbetli kötendaş. Bugün Çislağa 2023 yıl 3. ayının 29. günü. Heptige çarşembe vatandaş. Endiki mavzu. Prezident Joe Biden demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini chaqirdi. Xi Jinpingning yangi tartibi, yoki dunyo tartibi, Amerika Jungo xalqaro jamiyati rahbarlik qilish huquqida raqobatlashishga boshladi. Mavzuli xabar 3. ayning 29. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshladi. Washington, Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Bidenning tashabbusi bo'yicha ikkinchi qatimliq demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini 3. ayning 28. kuni boshlanadi. Tunugun. Prezident Vladimir Putin Ukrainaga davomli tajovuz qilayotgan bir paytda Jungo Rossiya birlashib yer shari yangi yasab chiqishga, yer sharini yangidan yasab chiqishga urinayotgan bir paytda demokratiyani qo'g'daydigan diktaturizmga qarshi turish, birlik sepi qurish bu qatamqi yuqori darajaliklar qatnashadigan yig'inning prinsipidir. Tahlilchilar bunday ko'rsatdi. Amerika bilan Jungoning dunyoga rahbarlik qilish huquqi raqobati eng oxiri chekka yetgan bir paytda Ukraina urushining natijasi bu raqobat uchun intayin muhimdir. 5 davlat qo'l tutishib, ikkinchi qatimliq demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini ochdi. İkinci növbetlik demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini birinchi qatimliq yig'inga o'xshamaydigan tarafi shuki, Amerika bu qatam Zambiya, Costa Rica, Koreya, 3 davlat prezidentlarini va Gollandiyaning vazirini Prezident Joe Biden o'zi bilan birlikda yig'inga riyosatchilik qilishga taklif qildi. Bu rahbarlar hammasi demokratiya yuqori darajaliklar yig'inida fikr bayon qiladi. Demokratiyaning iqtisodiy taraqqiyot va o'rtaq gullanishda butun fuqaro adolati va tuzum qurilishida yer shari xiraslariga taqobil turib, keng qo'riqlik va barobarlik jihatda ustun turadiganligini ta'kidlaydi. Bütün yer shari bo'yicha 121 davlat bu yig'inga taklif qilindi. Amerika bilim xazinasi Marshall fondi Jamiyati demokratiyani qo'g'dash ittifoqining mudiri Laura Tolston Amerika ovozi muxbirining ziyoratini qabul qilganda mundaq ko'rsatdi. Bundaq yig'inni o'tkazish intayin muhim. Chunki navbatda demokratiya birlash nuqtasi turibdi. Biz mustabidlarning ittifoq tuzganligini ko'rdik. Biz demokratiyachilar ham shundoq ittifoqlashishimiz kerak. Biz demokratiyani qo'g'dishimiz kerak. 2021 yil 1 ayning 6 kuni sobiq prezident Trump zo'ravonlarning davlat majlisiga zo'ravonlik bilan kirishini qo'llab, Amerika demokratiyasini ziyonga uchratdi. Shu yili 12 oyda prezident Joe Biden tunji navbatlik demokratiya yuqori darajaliklar yig'ini chaqirib, Amerikaning rahbarlik o'rnini qaytarib keldi.